هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz muhtaram qarindoshlarimiz, bugun har bir qaysimizlarga sunmoqchi bo'lgan darsimiz ibodat degan nima? Biz bu nuqtada qisqacha tushunchalarni berib o'tmoqchimiz. Kang aziz qarindoshlarimizning darsimizni atrofda tinglab, darsimizning bir umumlik manfaat elishlarini chin vujudimizdan umid qilamiz. Aziz birodarlarimiz, biz mush ibodat masalasiga kirishgan vaqtimizda zodi bu ibodat degan nima? Her adam ibodat to'g'risida har xil shaklda so'zlarni qiladi, har xil davolarni qiladi, ammo zodi bir insonning faoliyati qanday bo'lgan vaqtida ibodat bo'ladi. Bir inson qaysi shaklda, nima g'oya, nima nishon, nima maqsad bilan faoliyat olib borgan vaqtida anandan keyin shu insonning olib borgan faoliyatlari ibodat bo'ladi. Mana bu haqning oldida biz bu darsimizda qisqacha tunishtiramiz va tushunchalarni berib o'tamiz. Endi ibodat to'g'risida kang, ya'ni ahlul ilm, mufassir olimlar ibodatga aloqador bo'lgan mazmun to'g'risida shunday tushunchalarni berib o'tganki, al-ibada ismun jami'un lima kulli ma yuhibbuhu Alloh va yarda va amara bih. Ibodat Allah subhanahu wa ta'ala ini yaxshi ko'radigan, Allah uningdan rozi bo'ladigan, Allah subhanahu wa ta'ala ini ijro qilishga buyurgan narsaning har birisi va har birisini ijro qilishning o'zi mana bu ibodat bo'ladi degan shartni berishgan. Unda o'sha vaqtda fakullu ma amarana Alloh bihi fafi'luhu ibada va kullu ma nahana Alloh anhu fal-ibta'adu anhu ibada. Allah subhanahu wa ta'ala ve taqaddas bizni ini icra qilishga buyurgan tamamı faaliyetlerini, bütün meşgulatlarını icra qilish ve onu o'rindash, mana buning o'zi ibodatdir. Allah subhanahu wa ta'ala bizni ini icra qilmaslik, uni tark etish, uningdan voz kechishga buyurgan tamamı faaliyetlerden o'zimizni chetlash, uningdan yiroq turishning o'zi ham ibodatdir. Mesela alaylik vel adatul meşru'a, mesela el-aklu ve şerbu ve libas, yemek içmekle okşagan, kiyim kechekle okşagan, muşu kanuni adetler bir insan hayatında aylık oruç olsun, yemek içmek olsun, ya ki kiyim keçeki olsun ve onundan başkalar bilen doğan normal alaka, münasebet, hareketler olsun. Eğer şu insanın şu kılgan faaliyeti de iza qusida bihi imtisalu amrillah ve isti'anetu ala ta'atillahi azze ve cel yusbihu ibadat. Mana şu insanın elib borgan faaliyetler orqali, şu meşgulatlar orqali Allah'ın buyruğunu icra qilish inin bilan maqsad qilingan bo'lsa va Allah'ın buyruqlariga itoat qilishga shuning o'zidan bir alayda bir to'rtkilik rol o'ynash, shuni bir yordamchi qilish muddao qilingan bo'lsa, mana şu insanın yemek içmegimi, şu insanın kiyim giymegimi, şu insanın alaka münasebet başkalar bilen bo'lgan yurish turishlarimi mana bu ibodat olib maydonga chiqadi. Qanday bo'lgan vaqtida desak, şu insanın niyatida, şu insanın amaliyatida, şu faoliyatni ijro qilishdagi birdan bir maqsad Allohning buyruqini ijro qilish. Allah buyurgan şekilde şu faaliyetlerinin ödüsüden çıkış, Allah çekilgen yolundan keskin kolundan inandan yarat duruş, maksat Allah'a taat kılışını mükemmel, en doğru şekilde urundaş, muddua kılıngan bolsa, mana bunun özü ibadet bolup meydanda keladigan bo'ladi. Şunun için aziz birodarlarimiz, mana şu Allah subhanahu ve Teala'nın ki insanni yaratishga birdan bir g'oyaning bo'ldi, al-ibada
li'ajliha xalaqallahul xalq. Mana shu ibodatning o'zi, Allah shu ibodatni deb mana bu butun maxluqotlarni yo'qlikdan apredi qildi, ijod qildi, yaratdi va arsalar rusul elchilarni avatdi va anzalal kutub kitoblarni ham tushirdi. Buningdagi birdan-bir asosiy maqsad nima degan vaqtida mana bu insonlarning o'zini dunyoning tarlig'idan islomning kengriligiga, odam turib odamga qul bo'lishdan yagona bo'lgan Allohga qul bo'lishga qutuldirib chiqarish uchun va Allohga qul bo'ladigan, Allohning amr farmonini, yo'l yo'riq prinsiplarini mukammal o'rindab ijro qiladigan, haqiqiy ravishda Allohga qulchilik qiladigan bir holatni maydonga keltirish uchun ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo va taqaddas mana bu insondan iborat bu jonliq, bu maxluqlarni Allah yaratgan bo'ldi. Shuning uchun ulug' muqaddas Qur'oni Karimda ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo va taqaddas mana shunday bir haqiqatni sizlar bizga jakalaydi. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men inson bilan jinni faqat menga ibodat qilsin degan maqsadda yaratdim dedi. Mana bu inson bilan jinning yaratilishdagi g'oya faqat Allohga qul bo'lish, Allohga quldorchilik qilish, qulchilik qilish. Alloh subhanahu va taolo mana bu inson bilan jinni o'ziga ibodat qildirish uchun, qulchilik qildirish uchun mana yaratganligidan iborat bu haqiqat bu oyatning o'zida ro'shan o'tirib qo'yildi. Agar biz mushoyatki ibodat hukmining o'zini biz va bizning ajdodlarimizdan tortib tushunib kelganga o'xshash ibodat faqat namoz o'qisalar, ro'za tutsalar, o'sha zakot olsalar yoki Makka ko'rib haj qilsalar, mana mushuning o'zida ibodat bo'ladi. Uningdan boshqa narsa ibodat bo'lmaydi degan hukm bilan tushundigan ishimiz bo'lib qolsa, bir inson hayotida yeyish, ichish, o'ynab kulish, boshqa bilan bo'lgan aloqa, munosabat deganga o'xshagan turli faoliyat, turli mashg'ulotlarni ijro qilishga albatta muhtoj bo'ladi. Unda o vaqtida mana bu insonning elib bo'lgan faoliyatlari, icra kılıvatkan hareketleri, mana bu faaliyetlerinin her birisinin özü ibadet bulmagan vaqtida, mana bu insanı Allah subhanahu ve Teala'nın yaratıştaki gaye ve nişan asla amelga aşmagan bulur. Şunun için bir insan, eğer 60 yıl ömür ko'rgan bo'lsa, takriben şu 60 yıllık hayatında oturursa bile 24 saat, 8 saat uxlagan bo'lsa, sak 20 yıl uxlagan bo'lur. Mana bu insanın 20 yıllık hayatından Allah'ın aldığı hesap vermemde. İnsan başkalar bilan bo'lgan paranglışış, yemek içmek, ailenin münasebet, mana bu hareketlerinin özü de eğer fakat ibadet için yarattım degan bu ayetning o'zini namoz, ro'za, zakat, mushu hukm doirasiga ham kirgizadiganlar bo'lsak, u holda mana bu insonning ibodat uchun yaratilganligidan iborat bo'lgan g'oya aslo amalga oshmaydi. Maksat bu yerda nima bo'ldi desa, biz şu yeyimiz, işçimiz, yoki boshqalar bilan bo'lgan aloqa munosabatlarimizni o'rnatimiz, savdo tijorat bilan shug'ullanamiz. Mana bizning shu elib borayotgan faoliyatlarimiz, elib borayotgan mashg'ulotlarimiz orqali faqat Allohning rizosi maqsad qilinsa, Allohning rizosi ko'zlansa, Allohni rozi qilish asos o'ringa qo'yilgan vaqtning o'zida mana shu bizning elib borgan faoliyatimiz, ijro qilayotgan mashg'ulotlarimiz mana bu yerda ibodat bo'lib chiqadi. Qanday bo'lgan vaqtida Allohga itoat qilganligimiz uchun oila qurmoqchi bo'lsak, Allohga itoat qilib, Alloh subhanahu va taolo buyurgan buyruq, Alloh subhanahu va taolo ko'rsatgan ko'rsatma, ulug' yo'l yo'riq prinsip asosida biz oila quramiz. Boshqalar bilan bo'lgan aloqa munosabatlarimiz hech qachon manfaat emas, faqat Alloh rizosiga bog'lanib turib ijro bo'ladi. Bizning bütün faoliyatlarimiz, bütün mashg'ulotlarimiz faqat Allohni rozi qilish asosida ijro bo'lib o'rindiriladi. Mana bu shunday bo'lganliklar uchun bizning yemek içmigimiz, başkalar bilan bo'lgan aloqa munosabatimiz, yurish turishimiz, tamom faoliyat bütün mashg'ulotlarimizning hammasi mana bu oyatning umum hukm doirasiga kirganki ibodat bo'ladi. Shuning uchun mana bir musulmonning o'zi agar to'g'ri bir g'oya bilan o'zining taqvoligini amalga oshirish, o'zini taqvodor bir insonga aylantirish va o'zini gunoh ma'siyatlardan saqlash, shu orqali Allohga komil va mukammal ibodat qiladigan bir musulmonga aylanish uchun agar oila qurgan bo'lsa, uylangan bo'lsa, shu musulmonning uylanishi ham ibodat bo'ladi. O'zining oilasida shu ayolining rizqiga bir luqma taom qo'ygan bo'lsa, Alloh rizosini maqsad qilib mana bu sadaqa bo'ladi. Nimishqa? Faqat Alloh buyurgan buyruqni ijro qilish, Allohni rozi qilish maqsad qilinganliklari uchun Alloh itoat qilish muddao va plan doirasida, g'oya doirasida ilib berilgan bo'lganliklari uchun mana bu kishiningki, mana bu ayoliga yoki bolalarga
etpegen kiyim-kechekler yoki yo'lag'i yegizgan tomoqlimi mana shu kishining o'zi ajr beriladigan va shu kishining o'zi undan yana sadaqa hisobotida ajr erishadigan mana shundoq narsalarga aylanadi, harakatlarga aylanadi. Shuning uchun mana bu yerdagi ibodat hukmini biz qanday tushunamiz degan vaqtida bir musulmon la ilaha illalloh muhammadur rasululloh degandan tortib chuqur shu musulmonning kallasida aniq bir g'oya va aniq bir nishon shakllanadi. Alloh uchun yashaydigan, Alloh uchun yeydigan, Alloh uchun ichadigan, Alloh uchun kiyadigan, Alloh uchun aloqa munosabatlarni o'rnatadigan, Alloh uchun yashab, Alloh uchun o'zining butun faoliyat, butun mashg'ulotlarini Allohga chetib ijro qilib o'rindaydigan mana bu holat unida barpo bo'ladi. Shunday bo'lganliklar uchun mana bu musulmonning tamom faoliyati, butun mashg'ulotlari hammasi Allohning huzurida ibodat bo'lib maydonga chiqadi. Mana bu yerdagi haqiqatni biz mana bu shaklda tushunishimiz kerak. Shuning uchun mayislanmaydi aziz birodarlarimiz, biz birov bilan do'stlashgan bo'lsak, bir musulmon bilan do'stlashgan bo'lsa, g'oyasi faqat Allohni rozi qilish. Shu musulmon qarindoshi bilan bo'lgan aloqa munosabatni kuchaytirish orqali ulug' muqaddas Qur'oni Karimdagi birlashish, uyushish chaqiriqini o'rindash muddaosi qilingan bo'lsa, o'zaro bir-biriga nisbatan ana shunday ta'avanu alal birri va taqvo va la ta'avanu alal ismi val udwan. Faqat taqvo yaxshilik ustida hamkorlashish maqsad qilingan bo'lsa, mana bu yerda uning boshqalar bilan bo'lgan aloq munosabatigimi Alloh ajr beradigan, savob beradigan va buning o'zi ibodat qiladigan bir narsa bo'ladi. Shu musulmonning o'qishi ham, shu musulmonning tijorati ham, shu musulmonning yana boshqalar bilan bo'lgan yurish-turish tamom harakatining ibodat bo'lishdagi bir maqsad biz yuqorida deganimizdek faqat ilib bo'lgan faoliyat Alloh rizosiga bog'lanish kerak. Allohning rozi qilish muddao qilingan bo'lishi kerak. Alloh va Allohning ko'rsatmasi, Alloh va Allohning yo'l yo'riq prinsiplari, Allohning belgilagan belgilama yo'nalish asosida mana bizning faoliyatlarimiz ijro bo'lgan vaqtida mana va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Ben inson bilan jinni faqat menga ibodat qilsin degan maqsad bilan yaratdim degandan iborat mana bu g'oya, mana bu nishon bizning hayotimizda amalga oshgan bo'ladi aziz birodarlarimiz. Shuning uchun mana bu ibodat degan nima? Degan vaqtimizda ibodat degan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Alloh va yarda va amara. Alloh subhanahu va taala ana shu yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan, Alloh uni ijro qilish, o'rindashga buyurgan butun faoliyat, butun mashg'ulotlar mana bu ibodat. Ibodat fakullu ma amaranallohu bi fafi'luhu ibodat. Alloh subhanahu va taala uni ijro qilishga bizni buyurgan faoliyatlarni o'rindash, ijro qilish ham bu ibodat. Va kullu ma nahanallohu anhu. Alloh subhanahu va taala inondan bizni cheklagan mana shu narsalarni hal ibtiadu anhu ibodat. Buningdan yiroqlashish, o'zimizni undan chetga elish ham ibodat bo'ladi. Nima uchun? Faqat biz uni ijro qilmoqchi, ijro qilishki maqsadimiz Allohni rozi qilish. Biz yana shu faoliyatning o'zini Alloh cheklagan yo'ldan o'zimizni chetga olmoqchi, gunoh ma'siyatlarni o'zimizni chetga olmoqchi, xatoliklardan yiroq turmoqchi, yiroq turishki maqsadimiz faqat Allohni rozi qilish, Allohning rizosini qo'lga keltirish. Mana bu maqsad bilan biz bir faoliyatni ijro qilgan bo'lsak, yoki bir faoliyatni o'zimizni chetga olgan bo'lsak, bizning mana butun faoliyatimiz shu chog'ning o'zida ibodat bo'ladi. Hattoki bizning bugungi da'vatlarimiz, tashviqotlarimiz, bir bolaga dinni o'rgatib qo'yishlarimiz, yoki bir kishining o'zini haqqa chaqirib qo'yishlarimiz, bir kishini ana shu xatolikdan ogohlantirib, uni xatolikdan yiroq turishga ogohlantirishimiz, xatolikdan yiroq turishning o'ziga yo'lakda bo'lishimiz faqat bu yerda Alloh va Allohning rizoligi maqsad qilingan bo'lsa, Allah ve Allah'ın rızalığını qo'lga keltirish asosi muddao qilingan bo'lsa, u holda bizning bu faoliyatlarimizning o'zi shu chog'da ibodat bo'ladi. Shuning uchun tamom musulmon qarindoshlarimizga shuni xitob qilamizki, biz umidsizlanmaylik. Agarki bizning g'oyamiz aniq, nishonimiz aniq, ham elib borgan faoliyatlarimiz chuqur Allohni rozi qilish va Allohning rizoligini qo'lga keltirish maqsadi muddaosi asosida elib berilgan bo'lsa, shu chog'imizda mana bizningki butun faoliyatlarimizning ibodat bo'lishi aniq bo'lgan bo'ldi.
Shuning uchun aziz birodarlarimiz, bizning g'oyamiz faqat Allohni rozi qilish. Bizning g'oyamiz Allohning rahmatiga erishish. Buning uchun ibodat qilishimiz, namoz o'qishimiz, ro'za tutishimiz, zakot berishimiz, hattoki Saudiya haramni ko'rib haj qilishimiz va jihad qilishimiz va uningdan boshqa islom dini buyurgan, ulug' muqaddas Qur'oni Karimda ini ijro qilishga buyruq qilingan, iningdan cheklash ham alohida o'tirib qo'yilgan, butun faoliyatini buyurilganni ijro qilish, cheklangandan yiroq turish, buning hammasi ibodat bo'lib chiqadi. Biz ana shu Alloh buyurgan shaklda Payg'ambarimiz Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining sunnati va o'zining buyuk ta'limotida bizga ta'lim bergan asosda o'zimizning faoliyatlarimizni qilib boshlanganimizda, sistemalik qilib borgan vaqtimizda va Allohning diniga, ulug' muqaddas Qur'oni Karim va uning buyuk ko'rsatmalariga muvofiqlashtirgan, tanqinlashtirgan asosda biz niyatimiz durust, qalbimiz xolis va ulug' muqaddas Qur'oni Karim, Qur'on hadisning o'ziga uyg'unlashgan shaklda biz bütün faaliyetlerimizin özünü Allah rızasını közlep ilib bataq, bizning bütün faaliyetlerimiz, bütün meşgulatlarımız şu çağın özüde ibadet olur. Allah subhanahu wa ta'ala mana şu her bir Müslümanını ve bütün Müslüman qarindoshlarımızın özünü mana bu haqiqiy ibadet qiluvchilardan, Allah'a haqiqiy cho'qinuvchilardan bo'lganimiz bo'lsin. Ve şunun bilan birga ibadet hukumini xato tushunib qilib, biz mana to'g'ri ijro qilinmadik deydiganlardan bo'lib qolishdan Alloh saqlasin. Şunu biz ibadet hukumini tushungan vaqtimizda betaraflarni tushunib qilish mana bu zo'r xatolikdan darak beradi. Şunu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sahabe kiramları bir yerda hal qilib o'tirgan bo'lsa, buni ibodat deb tushunibdi. Hatto bir yo'lda kichkina bir aziyatga chaqliqim bir narsa ilaversa, buni ibodat deb tushunibdi. Nimishqa? Faqat shu faoliyatni ijro qilishning g'oyasi, nishoni, maqsadi va shu ijro qilishning asosiy muddaosi Allohni rozi qilish bo'lganliklari uchun, Allohning rahmatiga erishish bo'lganliklari uchun. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni mana shu Allah uchunla faoliyat qilib bog'ili. Allah rızasını qo'lga keltirish uchun harakat qilg'ili nasib qilsin va ibodatni to'g'ri tushunib, o'zining butun faoliyatlarini haqiqiy ibodatga aylantiradigan kishilardan bo'lg'ili nasib qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.